Ha, haliyam shu sovchilik yuribman. Ozgina qoldi. Bir amalab turlari ham hozir bo'shab boraman. Uydagilar ishi bilan yuribman-da. Xos. Oyim qanli? Hozir chiqyaptilar. Qalay, qiz yoqdimi? Ha Dildor opa, anov aytgan ha o'sha yerga kelyapmiz. Xonadonini nomeri nechi edi? Daraylashganimizda siznikida qiz bor deb eshitdik. Biz ham ko'p qatori sovchilikka kelaverdik. Bilasiz-ku, qiz bor uyga sovchilar ko'p keladi. To'g'ri eshitibsiz. Uzatadigan qizim bor, lekin o'qiyman deyapti. Hali sovchi kutmaganman bir martayam. Siz birinchisi bo'ldingiz. Qizim o'qiyman deyapti de. O'qitsangiz ham, uzatmasangiz ham qizingizni bir chaqiring. Qizim, choy olib kelgin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qizim, o'qiyman deyapsizmi? Ha, shunaqa o'qiyman. Ha, o'zim ham o'qitib olaman sizni. Voy, uyalib ketdi. Juda chiroyli qiz ekan. Hoya ko'rdingizmi? Yoqdimi sizga? Ha, yoqdi. Chiroyli qiz ekan, ha? Aytdim u sizga yoqadi deb. Adamni o'zingiz ko'ndirib berasiz-a? Ha, xavotir qilma. O'zim ko'ndirib beraman. Xo'p. Bu uyda seni gaping gap bo'lib qoldimi? Qaysi kalla bilan bording? Kimdan so'rab bording? Bu uyning erkagi hali o'lgani yo'q. Ering tirik hali. Qaysi kalla bilan bording? Kimdan so'rab bording? Yosh qovoq, men sendan so'rayapman. Bu uyda seni gaping gap bo'lib qoldimi? Ha? Men nima qilyapman bu yerda? Ey, birovni ishini taqlatish uchun oldinga tayyor bo'lish kerak. Qaysi kalla bilan borib taqlating ishigini? Ha? Qaysi kalla bilan? Qaysi biting bilan bording? Nima deysan endi unga? Ha? Bitingni to'y qilasanmi? Ha? Endi nima deyman? Uzr, o'ylantira olmadim bo'lib qoldim. Ilojim yo'q ekan, deymanmi? Pulim yo'qligini butun mahalla bilsinmi? Ey, yo'qqa. Chiq bu yoqqa. To'rban berga. Menga qara. Uylangin kelib qoldimi? Adasi. Aralashma. Uylangin kelib qoldimi? Qaysi pulingga? Nimanga uylanasan? Qayerga borasan? Qaysi uyingga olib borasan? Ukang bilan yotgan xonangga uylanasanmi? Ha? Umringda mana shu yerga bitta ish qo'yganmisan? Bir narsa ko'tarib kelganmisan? Qaysi biringga bo'lay? Ha? Senga bo'laymi? Siningni o'qishga to'laymi? Tomonga olib kelaymi? Ustunga olib kelaymi? Uylantirib qo'yaymi? Ro'zg'orni bering, yordam beraylik, dedingmi? Ikkoving. Yo'q. Senga uylanishing kerak, yashashing kerak, o'qishing kerak, ichishing kerak, yeyishing kerak. Menchi. Bo'ying bilan barobar. Uylantirib qo'y deyishni bilasan. Nima qilyapsan? Nimani qo'ylat qo'yding? Oldin qo'ylat qo'y. Keyin uylan. Yig'ishtir ayollarning etagiga yopishishdan. Ish erkak bilan bitadi. Meni sharmanda qildinglar. Aka, menga qarang. Tayinli odammi o'zi?
Ya aka, mashinniklik qilib yotibdi. Pasportingizni olib qo'yib, itni ishlatadi naryoqda. Xavotir olma, o'zimni tanishim. Qaysi tanish? Men taniymanmi? Yo'q. Aka, xavotir olmayman. Har holda u boshqa davlat. Hech kimiz bo'lmaydi u yerda. Mayli, jahl ustida qattiq gapiraverganlar. Shuni ko'ngilga olishingiz shartmi? Sendan maslahat so'rayotganim yo'q. Ketmasangiz bo'lardi, aka. Xo'p, qachon qaytasiz? Bilmadim. Jonim bolam, iltimos Aeroportga kech ketmagin. qolma, oyi. Qo'ygin. Bo'ldi, joylab qo'ydim. Sana Sumkani olib ham bering. chiqavermagin, hamma narsasini nimaga olib chiqaverasan? Adasi, ketib qolyapti rostdan. Nimadir deng. Oyi, Ey, men ketdim. bolam, ketmagin. Qano yashaysan? O'zing yolg'iz bolam, ketma, iltimos. Xullas, shu obyektni bitirish kerak. Boshlanishiga uncha ko'p pul to'lashmaydi. Ishlayverasanmi? Ahmet, menga ish kerak. Qancha pul to'lansa ham. Kelishdik, yur ortimdan. Alo. Jahongir qattasan? Assalomu alaykum. Ishdami? Va alaykum assalom. Senga soat 6ga yetib kelgin degandim-ku. Qayerda yuribsan? Ishdamadi deb aytayman, oyi. Ishdaligingni bilaman. Anta odam kutib turibdi. Sovchilikka boramiz degandim-ku. Tez-tez kel. Xo'p, hozir boraman. Yig'ishtir hamma ishingni. Bo'laqa tez-tez. Bolam. Qizni ko'rasanmi? Oyi, 18 yosh qiz ekan u. Mahallasidan surishtirdim hozir. Ha, nima bo'pti, beraman deb turibdi-yu. Oyi, qaysi bet bilan 18 yosh qizga uylanaman? Birovni nasibasi yo'q. Ha, nima bo'pti, voy? O'g'il bolaga hech narsa qilmaydi-yu. Yur. Oyi, uylanmayman bu qizga. Bolam, sening kontraktiga pul to'laydigan vaqt kelib qoldi. Pul yubora olaysanmi, bolam? Shuni to'lab olardik. Ahmet, tushun. Menga ko'proq pul kerak. Tushunyapman. Pulni oldindan bersam ko'proq ish qilib berishing kerak. Nega har doim ko'proq pul kerak deyaverasan? Singlimni uzatyapmiz. Ishlagan hamma pulingni uyga jo'nataverarkansan-da. O'zingchi? Chunki oilamga muhimroq. Xo'p. O'zing bilasan. Oyi, men bu pulni ola olmayman. Kuyov bola qanaqa ko'yni tanlab bersa, o'shani kiyaman. Tanlamayman. Qizim, ha akang bu pulni sen uchun jo'natdi-yu. Oyi, qaysi vijdon bilan olaman u pulni? Akam shundoq ham to'yimni qilib beryaptilar. Yana kelin ko'yni olib bering deb pul jo'natdilarmi? Men bu pulni ola olmayman. Akang eng yaxshi ko'rgan, eng yaxshisini olib kelsin dedi. Tayinlab aytdi, qizim. Singlimi to'yi bir marta bo'ladi. Eng chiroyli kelin bo'lish kerak dedi. Akang seni o'ylayapti, qizim. To'g'ri, akam meni o'ylayaptilar. Lekin akamni kim o'ylaydi? O'zlarini orzu-havaslaricha ularda yo'q deb o'ylaysizmi? Orzu havasi bor akangni ham. Hali vaqti keladi. Erkak kishiga erta kechi yo'q. Uyatli emas. Bu pulni olishing kerak. Qizim, akang tayinlab jo'natdi. Erkatoy qizim, sen baxtli bo'lishing kerak.